Assalomu alaykum, hurmatli qarzdorlar, kanalimiz a'zolari. Bugun Frunze masjid Muhayyo hududidan 2 xonali kvartirani sotuvga qo'yapmiz. Bu kvartirani tanishib o'tamiz. Bu kvartiramiz Farg'ona shahar Muhayyo ko'chasida joylashgan bo'lib, Shohkashning ro'parasidagi, demak, 3-qavatli 2 xonali kvartiramiz tanishib o'tamiz. Demak, bu ko'cha tomonidan ko'rinishlari yo'lda bo'yida joylashgan. Yo'llar nihoyatda ham yaxshi, tinch rayon hisoblanadi. Bu ko'cha tomonidan ko'rinishi. Bunda old tomoni ko'rinishlari mana. Mashina qo'yganmiz, yankalar, parkovkalar bor. Demak, bu kvartiramiz 3-etajdagi tashqi tomondan ko'rinishi mana 3-etajda o'ng qo'lda bu tomonda ko'rinib turibdi. Kvartiramiz tashqi tomonlari, demak, derazalar akvarom qilingan, veranda tomonlari temir panjara qilingan. Demak, mana shu kvartirani hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz ko'rib. Eski ishlari. Demak, mana tashqariga temir eshiklari bor ekan. 2 qavatli. Yangi remont qilingan. Kiraverish qismlari. Hojatxona vannaxonasi. Bu yer oshxona. Restoranlari bor. Romlar akvarom qilingan. Chiroyli aboylar qilib, gilomlar solib qo'yildi. Gilomlari qoladi shu aytilgan narxning ichida. Bu yer mana mehmonxonasi. Yangi remontdan chiqqan, hali remontdan keyin kim kirib yashagani yo'q. Veranda tomoni. Verandani tashqi tomoni, demak, temir panjara qilingan, akvarom bo'lgan. Holati yaxshi holatda. Mana shu ko'rib turgan jihozlaringiz, uyg'oqlari, gilomlari, pardalari shu aytilgan narxning ichida qoladi. Bu yer mana yotoqxonasi. Gilomlari, pardalari bor. Yangi remont qilingan. Aboylar yangi. Romlari akvarom, tashqi tomonlari temir panjara qilingan. Uyning holati yaxshi holatda turibdi. Toza saqlangan mana. Demak, kvartiramiz to'g'risida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Frunze massiv Muhayyo hududi, demak, Shoh kafesining ro'parasida joylashgan 4 qavatli domning 3-qavatdagi 2 xonali kvartirani sizlar bilan tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Gilomlari, pardalari, uyg'oqlari qoladi. Demak, sotuvga 17.860 dollar bilan e'longa qo'yapmiz. Shu ko'rib turgan jihozlari bilan. Uyda to'liq qismi akvarom bo'lgan. Gaz suv svetlari yaxshi, hudud yaxshi rayonda joylashgan. Demak, videolarni ko'rib tanishib chiqinglar. Mulk sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol mutaxassislar ishtirokida kelib ko'rib, mulk egalarini albatta savdolash imkoniyati bor. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rasmiy veb-saytimiz uychiqchabozor.uz, Telegramdagi rasmiy kanalimiz Farg'ona uy bozor.